10-chi epizod krupniy Zumradga ketyapti. Oyi, nahotki kvartirani egasi hali ham ishni hal qilmagan bo'lsa. Oyi, nahotki kvartirani egasi hali ham ishni hal qilmagan bo'lsa. Bir oy bo'lyapti-ku axir. Bir oy bo'lyapti-ku. Ishni bunaqa cho'zmasin. Ishni bunaqa cho'zish kerak emas. Siz ham akamga ayting, kvartiramizni ishini tezlashtirib bersin. Siz ham akamga ayting. Ishimizni tezlashtirib bersin. Men ham akani har ko'rganda shuni aytyapman. Xotin ro'yxatdan chiqmayman turganmiz. Xotin ro'yxatdan chiqmayman. Men ham o'zimni uyimga ko'chib olsam, bir ishni boshini tutardim-da, undan keyin bolalarimga maktab tuzog'lik qilyapti. O'zimni uyga ko'chib olsam, qanaqadir bir ishni boshini tutardim. Undan tashqari bolalarimga ham uzog'lik qilyapti maktab. Uyda. Undan tashqari bolalarimga ham maktab uzog'lik qilyapti. Aka ham kelib shu mojaroli uyga xaridor bo'lganini qarang. O'ylasam shu mojaroli uyga xaridor bo'lganini qarang. Oyi, men qaynakam bilan gaplashaman. Qaynakam bilan gaplashib ko'rsam ekan. Har holda huquqshunos. Har holda huquqshunos. Bunaqa chigal ishlarni tushunadi-da. Bunaqa chigal ishlarni tushunadi. Balki masalani hal qilib beradi. Balki masalani hal qilib beradi. Akam bir hafta kutaylik dedi, sabr qilgan. Sabr qilgan. Hozir qaynakamga aytadigan bo'lsa, mendan pulni olib ketib nima qilardi? Akani qo'lidan kelgan shuni deydimi? Sizlarning gaplaringga bekor kirgan o'xshaydi.